Oftob qaysi tarafdan chiqdi? O'ng tarafdanmi, chapdanmi? Har doimgi joydan-da aka. Ha, unda bo'lsa yangilik zo'ri bor, qadrdonlarini. Oshavonni sag'ingan aka-ukalar, opalar, singillar. Voy, men maza qilardim. Kelinglar, yozda kelinglar lekin. Shoshilmang. Haligi yuragingiz bo'sh bo'lsa ko'rmang bu videoni. Qani taqalatib ko'raylik. Eshitmaydi, qattiqroq urish kerak. Ha, endi eshitdilar. Ko'rdingizmi? Qalin-da, algilari ham qalin. O'tkazib yubormaylar. Videoni bomba videolar endi kelyapti. Xudo xolasa, kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, kelishuv asosida chiroyli qilib yasab, o'rnatib beramiz. Oshavonni soyilari salqinligini aytmaysizmi? Yo, ustaka uzr, o'zim og'rib qolibdi. Ikkalasi hammasi bo'lib 20 ming so'mga bormagan bu ham. Ha, bu men ikkalasi. Hammasi 20 ming so'mga bormagan. Ana. Keling, endi ketdik marhamatga. Albatta. Keyin shashlikka boramizmi yo'q? Boramiz aka. Ana qadrdonlari marhamatda emas ekan, dollar qishloqda ekan. 21 ming so'm atrofida bo'ladi. 3 ta darvoza 21 ming so'm bo'ladi. Albatta, aytdim-ku, bularning kvadrati 800 so'mdan 950 so'mgacha bir kvadrat. Az iPhone'im jiringlab qoldi. iPhone 16 Pro Max'im bor. Hamma ko'rsin deyman-da. Alo. Yaxshi, o'zim aloqaga chiqaman. Videoni o'tkazib yubormayni. Nos-pos chekib olinglar, biz yoqqa borganimizcha. Akalar, ukalar zerikib qolmadinglarmi? Qarochi qaranglar, mana oppondamiz hozir. Esichi oppondamiz. Qaranglar, men sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman. Mana daraxtlarni ko'ryapsizmi? Mana pastga qarab o'sar ekan. Bu nima? Bu Majnun tolmi? Bu kim biladi? Kommentariyaga yozinglar. Kimdir O'zbekistondan kelib, shu nimadir qilmoqchi bo'lsa, ishlari bo'yicha Baxtiyor akaga murojaat qilaveradi. Baxtiyor aka o'zimiz biladan mana O'zbekistonda ham ko'p yuradilar. Ko'p ko'rishamiz, Xudo xolasa, ishonchli odamlardan. Bizni ham Baxtiyor aka taninglar. Baxtiyor aka orqali ham bizni bilib olsangiz bo'ladi. Ishlarimizni, sexlarimizni, Xudo xolasa. Bo'ldi, sizlarga bir yangilik aytma ekanda. Bo'ldi, yangilik tugadi. Endi keyingi videoda bo'ladi. Bundan ham zo'rlari bo'ladimi aka? Bundan zo'ri bo'lmaydi lekin. Bu video zo'r bo'ldi. Like bosinglar qadrdonlar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Ajonim. Oshavonni soylari mana Baxtiyor akani izlab keldim. Baxtiyor aka! O, Baxtiyor aka! Bu nima yangiliklar aka? Bir yangilikdan chiqazmay qo'ydingiz-ku. Oftob qaysi tarafdan chiqdi? O'ng tarafdanmi, chapdanmi? Har doimgi joydan-da aka. Ha, unda bo'lsa yangilik zo'ri bor, qadrdonlarini. Oshavonni sag'ingan aka-ukalar, opalar, singillar. Voy, men maza qilardim. Kelinglar, yozda kelinglar lekin. Yozda kelmasanglar bo'ladi. Yangilik zo'ri bor, Yana men bizni kuzatib turgan aka-ukalarimiz, birodarlarimiz. Yangiligi zo'ri bor. Qarang, Ko'rsating aka, nima yangilik bor? Shoshilmang. Haligi yuragingiz bo'sh bo'lsa ko'rmang bu videoni. Chunki men sizlarning yuragingiga garantiya bermayman. Yuring ko'rsataman. Qarang. Namangandan, O'zbekistondan darvozalarni boru zo'rlarini, kachistini olib kelib, mendaqa qilib qo'yib berishyapti. Hozir biz Oshavondamiz qadrdonlar. Men darvozani qarang. Qani taqalatib ko'raylik. Eshitmaydi, qattiqroq urish kerak. Ha, endi eshitdilar. Ko'rdingizmi? Qalin-da, algilari ham qalin. Moshni ekan-da. Moshni. Qarochi, mana shunaqa darvozalarni, mana ustida shapkalari, shunaqa narsalarni, mana shu darvozalarni qilib berishyapti. Namangandan kelgan Islomjon bor. Men bunaqa narsalarni ko'pini bilmayman, tushunmayman, shuning uchun Islomjonni o'zi tushuntirib beradi qadrdonlar. O'tkazib yubormaylar. Videoni bomba videolar endi kelyapti. Haligi bilmabman, menga hech kim aytmadi deganlarga shu videoni shuna jo'natib qo'yamiz. Kimda like-chani bosib qo'ying. Men mana bu yurakchamga haligi beradi-da, yana Alloh beradi.
Poddeshka. Poddeshka. Endi Islomjon bilan tanishtiraman hozir. Kim Islomjon? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat Ishlaringiz Allohga yaxshimi? shukr. Rahmat Xush kelibsiz Tojikistonga. Rahmat Allohga shukr. Rahmat, mana qo'lingiz dard ko'rmasin. Juda ham chiroyli. Menga ma'qul bo'ldi lekin. Xudo xolasa ko'pchilikga ma'qul keladigan qilib, Xudo xolasa qilibdi. Darvozalarni. Xudo xolasa endi ishlaringiz omadini bersin. Endi men bunday narsani tushunmayman, gap to'g'risi. Shu narsalarni o'zingiz tushuntirib bersangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa mana darvozalarimizni, o'rnatgan joylarimizni ko'rsatib boramiz. Shunaqa darvozalar. Xudo xolasa sifatiga e'tibor berganmiz, xizmat qilishiga, hammasini sababini qilib turib chiroyli qilib darvozalarni yasab, olib kelib o'rnatibdi va shu yerda ham yasab qo'yibdi. Xudo xolasa kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, kelishuv asosida chiroyli qilib yasab, o'rnatib beramiz. Darvozamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu darvozamizning nomini Dog'istonlik Timurlan degan bola birinchi chiqazgan bu darvozani. Chechen Pozon deyiladi. Chechenlik chiqazgan deb ko'pchilik aytadi. O'zi Timurlan degan bola chiqazgan Dog'istonlik bola. Shu O'zbekistonda ham ko'pchilikga ma'qul keldi. Shuni bilan yoqtirib, shuni qo'ydirishdi darvozani. Juda ham chiroyli bo'libdi lekin. Juda ham chiroyli bo'ldi. Darvozamiz 2 qavatli bo'lgan, utuplonli holatda, lis stenkasi 2 stenkada bo'lgan. Birinchi qavat 2 stenkada, ikkinchi qavat 1.8 stenkada bo'lgan. Shunaqa nerjeveklarni yopishtirganmiz, 1 stenkalar qilib turib. Qo'yingki, nimaki yaxshi narsa bo'lsa, hammasini qo'yilgan darvoza uchun, xizmat qilish uchun. Utuplonli shumka qilingan. Darvozani ursangiz temir ovoz chiqmaydi. Mo'jinaga qanaqa shumka qilinsa, shunaqa shumka qilingan. Ichidagi ham krasib turib, mana oshirma mana pochinilarni kurtgan bo'lsangiz, mana orasida pochinni bor. Shtob yuk tushganda mana pochinniga tushadi. Ochilib bo'lgan, albatta. Hamma tomonlama. Materiallarni mahsulotlarni yaxshisini qo'yamiz. Hozir bitta bu emas, yo'q, biz bu yerda 5 ta darvozamiz bor. Xudo xolasa hammasini podrobni tushuntirib o'tamiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Narxlari ham, albatta. Keling, mana shu narxini aytib ketaylik, sirasi. Qarang, bu darvozamiz nechi? Darvozamizning balandligi 3 metr. Eniga 3,5 metr bo'lgan. Eniga 3,5 metr bo'lgan. Shu darvozamizni 1 kvadrat narxi hozirgi kunda 1550 so'mda. Original variant, Original. Xuddi shuni o'zi arzonroq variantlarda ham bor. Narxlarni yana tushuntirib o'taman. Darvozalarimiz bor. 8 so'mondan. Bu ham shunga kiradi, mana bu ustidagi. Yo'q, bu addenli narsa. Uni ham qimmatroq, arzonroq variantlari bor. Yana buni qimmat deb o'ylashmasin, shuni o'zi qilib turib, masalan, buni 1 kvadratini 1550 so'mon bo'lsa, ketda 15000 so'mon, 16000 so'mon atrofida bo'ldi bu darvozamiz, ofish holatda. TVsi 3-4000 so'mon atrofida chiqadi. Kvadrat razmerini aytishsa, hisob-kitobini qilib chiqazib beraveraman. Короче, sizda vыбор ko'p. Qaysini tanlasa, o'shaniga haqi beraman. Mana hozir Tojikistonga 5 ta qo'ygan darvozalarni ko'rsatib o'taman. Men O'zbekistonda necha yildan beri ishlayotgan ustaman. 2008-yildan beri shu ish qilamiz. Aka-ukalarim hamma shu suxodamiz. Qo'yingki, ko'p darvozalarimizni, o'rnatgan darvozalarimizni shunaqa videolar qo'yib qo'yganmiz, rasmlar qo'yib qo'yganmiz. Tashlab beraman, tanlaganlarni qilib beraman, xudo xolasa. Ana. Syomniy holatda yig'ishtirilgan holatda. Vыбор katta, короче. Albatta. Katta. Qadrdonlar, mana biz Oshavodamiz. Kim ishonmasa, endi Oshavoddan aka-ukalar mana ko'rib borasizlar. Mana Oshavodamiz. Oshavodda marhamatda ko'pchilik qo'ygan joylarimiz bor. Bundan tashqari yana bormi? Bor. Mana qara, ko'rsatib boravering. Shuni o'zini arzonroq variantda qilib turib, qulayroq narxda qilib turib, garajlarga qilib berganmiz mana. Ko'ring. Mana. Bu darvozani orqa tarafini ham ko'rsatib qo'yaylik, insonlar uchun. Darvozani ochilib yopilishiga bitta e'tibor bering mana. Zamok ruchkaga, 5 shu ovozini mana qo'ying. Muxtay. Sababini qilingan, xudo xolasa, yaxshi xizmat qiladi. Ichkari tarafdan tekis holatda bo'ladi, shumka bo'lgan. Bitta bir xil rangda. Albatta. Endi mana shunga podsvet qilib turib, bir qavatli variantda qilganmiz, narxi arzonroq holatda qilingan ishimiz bu. Bu garaj. Albatta, garaj uchun mana bu ham ochilib yopilishlari. Toza zamonlarni qo'yib, mo'shni qilib berganmiz. Tushunarli. Bularni 1 kvadrat narxi 800 so'mondan 950 so'mongacha. Bular unga qaraganda arzonroq. Albatta, arzonroq holatda bo'lgan bu. Kvadrati 850. Shu narsa 7000 so'monga bormagan. Ofish summasi 7000 so'monga bormagan. Mana bu. Olib kelib o'rnatib bergan. Bu nechiga nechi?
Buni razmeri balandligi 2,5 mi? yo'q, 2.30, eniga 3.45. 2.30 ga 3.45 razmerdagi 7000 so'mga bormagan shular. 7000 ga bormadi. Albatta, praskalari hammasi mana shu olib kelib usinibgisi hammasi ichida. Shu holatda yana boshqacha variantlari ham bor. Qani bu? Rasmlarni tashlab beraman. Ha, sizda. albatta. Hozir bada o'sha yerda yana qo'ygan joylar bor. Bu shunaqa narsalarni 800 so'mondan 950 so'mongacha bo'lgan darvozalarimizni pastga qo'yganimiz ham bor. Uni ham ko'rsatib o'taman sizga. Video davomida u ham bo'ladi. Hozir yana boshqa joyda bor, uni ham Albatta, ko'ramiz. rangi bu masalan bu bardoviy bo'lgan bo'lsa, u mokriy bo'lgan rang. Ha. Shu mo'jdadagi ranglarni o'zgartirib beraveramiz. Yuri, unda darvoza qildirmoqchi aka-ukalarimiz menga yozishsa, masalan, bu darvozalar yo'qmi-yu, menga boshqa tashlang deysiz, boshqachalarni tashlayman. Ko'rishadi, narx-navoni kelishib qilaveramiz. Keling, telefon nomeringizni keyingi darvozani ko'rganda aytaman. Yana o'sha yerda qo'yilgan joylar bor ekan. Yuring. Hozir TVda qo'yganmiz. Oshabonni soyilari salqinligini aytmaysizmi? Yo, ustaka uzr, o'zim og'rib qolibdi. Xudo xolasa mana bu tarafga, orqa eshik taraflariga xuddi shuni o'zini qilib, kalitkasini yasab berganmiz. Bir xil qilib, hammasi bunga ham ochilib-yuzlarni nigorovkasini qilib, chotki qilib qo'yib berganmiz mana. Ko'rib turibsizlar. Buni ham o'sha katta ruchkalari hammasi bor. Va bu tarafda qo'shnilarga ham o'rnatib berganmiz. Darvozamiz mana. Ko'ring. Shuni ham chiroyli. Menga ma'qul. Qadrdonlar, sizlar ham kommentariyada yozinglar. Albatta. Sizlarga qanaqa? Shuni o'zi mana bu ham. Ikkalasi hammasi bo'lib 20 ming so'monga bormagan bu ham. Bu mana bu ikkalasi. Hammasi 20 ming so'monga bormagan. Ana. Undan ham arzon. U masalan shuni o'zida bular original variantda qildirishgan, shunga holatda. Buni o'rnatganimizga 5-6 oy bo'ldi-da o'sha. Ha. Buni ko'rib turib, u qo'shnilar menga yasab bering deydi, shuni qilib berganman. Yo'q, menga Xudo xolasa bizga ham yasab berasiz. Menga ham juda ma'qul bo'ldi. Mana shu menga ma'qul bo'ldi. Shu chechen poson ko'pchilikga ma'qul kelib turibdi. Boshqacha yana variantlar ko'p darvozalar. Prosta bu yerda shu insonlarga shunaqa narsa salatni xonatligi uchun ko'pchilikga ma'qul keldi. Boshqachalar variantlarimiz ham bor, xudo xolasa. Hozir men bilishim bo'yicha o'sha yerda ikkita yana marhamatda ham bor ekan. Bor. Keling shu video. Dollar qishlog'ida bor. Qaysi qishloq? Dollar qishlog'i bor ekan-ku. Dollar? Shu yerda. Yo'q, endi buni bilmadim, unga ham boramiz, xudo xolasa. Keling, endi ketdik marhamatga. Albatta. Keyin shashlikka boramizmi yo'q? Boramiz aka. Videodan qochib ketdi. Qochdi videodan. Voy! Sizlar bir videoga tushmaydi ekanda. Mana qadrdonlari marhamatda emas ekan, ba'zi dollar qishloq der ekan. Xudo xolasa, it burun şey deb qopti. Mana usta akamiz. Usta aka, zerikmadingizmi? Yo'q, assalomu alaykum. Baxtiyor aka, mana bu yerga ham uchta darvozamizni qo'yib berganmiz. O'sha bu boshqacha o'sha, qarang. Albatta, shtampopka darvozamiz. Buni kraskalarini boshqacha chagrin qilganmiz. Bu chizilmaydigan kraska. Temir bilan ham chizilmaydi bu narsa. Mokriy qilganmiz, mokriy holatda berganmiz. Endi primerni aytingchi, mana shu narxi qancha turadi? Ofish hammasini aytaman. Ofish hammasi 21 ming so'm. Uchtasi. Oho. To'xtang. Bu nechi razmeri? Razmeri to'shni esimda yo'q. 280, 275 ga eni 3 metr. Bu ham yo'q, buni sal bo'yi uzunroq holat. Bu ko'chani hisobga shunaqa bo'lgan. Bu tarafdagisi glavniy eshiklari, bunga ruchkalarni qo'yib berganmiz. 21 ming so'm atrofida bo'ladi. 3 ta darvoza 21 ming so'm bo'ldi. Albatta, aytdim-ku, bularning kvadrati 800 so'mdan 950 so'mgacha bir kvadrat. Materialga qarab kelishib qilib beramiz. Materialga qarab, albatta. Mana ruchkalarni chiroyli qilib qo'yib berganmiz, addenniy holatda, shu holatda. Bu katta darvoza ochiladi, kichkinasi. Albatta. Bu qishloqqa 2 yil oldin qo'ygan darvozamiz ham bor. Uni ham ish sifatini ko'rsatish maqsadida ko'rsatib o'tamiz hozir. 2 yil oldin o'rnatganmiz. 2 yil oldin qo'yilgan, 2 yil oldin qo'ygan darvozamiz ham. Uni ham ko'ramizmi? Albatta. Yuring ko'raylik. Qadrdonlar, sizlarga ham qiziqmi? Borib ko'rish kerak-da. Bas keldik, boshqa qildik, sizlarga ko'rsatib berish niyatida. Qadrdonlar,
Men bilmadim endi. O'zinglar solishtiringlar, boshqa qilinglar. Mana 3 ta katta darvoza 21 ming so'mga tushibdi. Kommentariyada o'zinglarning fikringizni yozinglar. Lekin men har doim aytganman, Islomjon, men doim podpischkalarga aytib kelaman. Kommentariy yozishdan oldin bir marta o'ylang, keyin yozing deyman-da. Har xil narsani, men kallam bor, men yoza olaman deb yozib tashlayvermanglar deyman-da. Albatta, Xudo xolasa aka-ukalarimiz ishonishsa, chiroyli qilib beramiz. Kelishuv asosida ozma-oz avans berishadi. Darvozalarni yasab, Xudo xolasa olib borib o'rnatib qo'yib beramiz. Xudo xolasa tinchilamiz, shu ish qilib qolamiz. Agar sizga haligi darvoza joyini o'lchab aytvorsa, o'sha tayyorlashni boshlayverasiz. Narxini kelishamiz, qanaqa materialligini tushuntirib o'taman. Darvozalarni ramkasini bitta rasmga tashlab qo'yaman o'zlariga va kraska qilishdan oldin videoga tashlab qo'yaman. Gruntovka sifilgan holatini ham video qilib qo'yaman. Kraskadan oldin gruntovka ham sepamizda. Gruntovkalarni tashlab qo'yaman-da, shtobi darvozalarning tagi material qismi ko'rinadi. Shtobi uloq tushmaganligi, hammasini ko'rib oladi, darvozalarni ko'rib oladi. O'zlarida bo'ladi videosi, tashlab qo'yaman o'zlariga-da. Har bitta zakazlar bilan shunaqa kelishuv asosida ishlatganmiz. Shunaqa qilib beramiz, Xudo xolasa. Gap yo'q lekin. Qo'lingiz dard ko'rmasin, menga. Kalavat, kachela, suvrilar bor. Shunaqa narsalar ham bor. Hozir bu 2 yil oldin qo'ygan darvozamizga bitta kachela ham berganmiz. Siz menga yana videolarini tashlab berasiz. Agar sizga ham tashlab beraman, kim kerak bo'lsa tashlab beraman. 90li +99 890 90li 219 0096 yozib ham qo'yamiz. Shu nomerda WhatsApp, Telegramlarim bor. Mana shu ustaga kerak bo'lsa, mana ekranda ko'rib turgan nomeringiz, mana shu ustaga tegishli WhatsApp, Telegram bor. Bor. 1 2 3 4 Kaçta 5 metr bu? Katta bo'lgan. Kichkina kelitkasini ham katta qilib berganmiz. Bu nechi bu? Darvozamiz balandligi 4-10 bo'lgan. Oho. Iyniga 5-30 bo'lgan. Kichkina kelitkasi bilan, kichkina kelitkasini ham standartdan kattaroq qilinganda buni. Keling, yaqinroq keling. Mana. Bu darvoza qadrdonlar 2 yil oldin qo'yilgan ekan. Shunaqami? Albatta. 2 yil oldin qo'yilgan darvoza. 2023-yilni boshlarida bahorda qo'yganmiz-da. Короче, vыбор katta. Vыбор juda ham katta. Haligi o'ylanib, siqilib, bunaqa buni. Короче, любой haligini albatta. Sizda ko'p, siz kim darvoza zakaz qilaman desa, suratlarni tashlab berasiz. Albatta, masalan, o'zlari internetda ko'rgan darvozalarning rasmi bo'lsa ham, narxini chiqarib beraman, kelishsa qilib beraman. Buni 2 yil deganimizga sabab, shu garantiyani bilishsin deb, mana kraskaga sepilgan. Garantiyasi, albatta, mana kraskalar ko'chgan bir nimadir joyi yo'q, xizmatini qilibdi. Nima o'zimni ko'ryapman? Albatta, bilisni qilib, lakli qilib sepganmiz, glansli qilib, darvozani o'rnatib berganmiz shu yerga, Xudo xolasa. Mahsulotlarni cho'tki qilib. Bularga yana o'tgan oyda mana kachela berganman, kachela. Kachela? Mana. Ustida ishlatishgan ekan mana. Kelinchi. Yo, bu qancha bu? Buni hozirgi kunda men bopakani bu. Albatta. Yarashdimi? Narxlari $300 dan $350 gacha. Bularni, ha? Olib kelib, terib qo'yib beramiz. Короче, yomg'ir o'tmaydi. Albatta. Hozir iPhone'im jiringlab qoldi. iPhone 16 Pro Max'im bor. Hamma ko'rsin deyman-da. Alo. Yaxshi, o'zim aloqaga chiqaman. Короче, ana shunaqa ekan. Bu $300 dan $350 gacha. $350 gacha. Bor bular ham. Oluvchilar bormi? Ana sizlarga narx sindirib tashadik. Tamam. Yana boshqachalardan ham, bagatellardan ham bor. Bundan ham zo'rlar bor, suvrilar bor. Temir sohasida Xudo xolasa aloqa chiqishadi. Hozir mana bularni ko'rib turibsiz, Samarqand posoni legendasini qo'yganmiz. Ana. Samarqand posonini juda ajoyibini qo'yganmiz, buni ham ko'rsatib beramiz, Xudo xolasa. Bundan keyin yana bormi? Bor. Kechagina quyi darvoza, yangi 3 ta qo'yganmiz. Uni ko'rsataman, Samarqand posonida legendasi bor. Oxirgisimi yo undan keyin yana bormi? 2 ta bor o'zi, yana bundan keyin. Ikkitasini ko'rsataylik. Bo'ladi. Video ham res ashga qo'yib yuboribsiz. Video cho'zilib ketmasin, yana 2 ta bor. Xudo xolasa. Yana 2 ta bor. 2 ta bor, uni ham ko'rishsin, Xudo xolasa. Videoni o'tkazib yubormaylar. Nospas chekib olinglar, biz yoqqa borganimizcha. Akalar, zerikib qolmadinglarmi? Короче, qaranglar, mana oppondamiz hozir. Esichi oppondamiz. Giloslar pishgan kelaverasizlar.
dehqonchilik bag'i. Usta aka uzr, esdan chiqib qoldi. Doim esdan chiqib qo'ysiz yana bir bor. Assalomu alaykum. Ha, yana bir Aka, xudo xolasa mana yangi kechagina qo'ygan darvozamiz bu. Ha, buni kecha yaqinda qo'ydingiz. Kecha ustunovka qilib o'rnatdi darvozamizni. Gap yo'q. Bu ham katta ekan. Albatta, buni razmeri balandligi 3.30. Eniga 4.10 bo'lgan. Buni ham mana samolyotning ovozini eshitayman. Zamoglari ham unaqa baquvvat zamoglar ekanda, hammasi. Albatta. Mana kecha nakleykalarni hali ko'chirganimiz yo'q mana. Ha, ana. Ha. Oho, ana. Короче, bu yerlarga nerjadakalarni qo'yganmiz. Ana, cho'tki qilib. Ya bu balandligi baland, bu 4 metr ham bo'lsa kerak. 370 ga 4.10. Buni taglarga betonlarni qo'yib qo'ysa cho'tki holatda xizmat qilaveradi. Shunga o'xshash juda ko'p darvozalarimiz bor. Ko'ramiz. Agar shu ma'qul kelsa mana shuni ham beraveramiz. 800 so'mdan 850 so'mgacha olib kelib o'rnatib beramiz. Shu mash darvozani sekin qulog'imga ayting, qancha bo'lgan? Buni bag'da kichiklari ham bordi. 27 ming so'm bo'ldi. 3 tasi bitta bo'ldi. Va 26.700 so'mga olib kelib o'rnatib berdi mana. Bu tarafga garajlarga qo'yganmiz bitta. Bu tarafga addenni orqa hovlilarga ham teqib berganmiz. 3 tasi hammasi bitta bo'lib 26.700 so'm. 26.700 so'm. Albatta, hammasi mana shu yerga qo'yib. Bu 2.35 ga 3.5 buni razmeri. Короче, buni arzon qimmatini farqi nimada o'zi? Farqi material mahsulotni ko'rinishi bir xil chiqadi. Qalin parashlikka qarab turib bo'ladi. Metalli, qalin, tunkani qalin. Bu mana eng original varianti. Mana shu manalarga somonliklarni bosib turib, moshni qilib berganmiz. Gruntovkalarni, yaponskiy gruntovkalarni sepilgan. Lekin men kraskasi yana bitta narsa, siz mana qarang, hamma darvozalarimizga mana o'rtada mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana pochinni turibdi, pochinni. Bu pochinniga ikkita darvozani o'g'irlik tushadi. Umuman darvoza yosh bola ham bemalol o'tib yopaveradi. Keyin mana bunaqa joylarda ponni svalka qilgan joylarimiz bor. Hammasini tachkich qilib, nol qilib, umuman svalkaning izlari yo'q. Bitta svalkaning izi yo'q darvozada. Hammasini zamaska qilib yo'qotganmiz. Gap yo'q, lekin qo'lingiz dard ko'rmasin. Menga ma'qul, hamma to'g'ri aytdi. Qadrdonlar, hamma gap mana bunda. Chunki hamma ag'irlik shunga kelib tushadi. Eshik yaxshi ochilib. Yengil ochilib yopiladi bemalol. Hammaga podshimnik qo'ygan ekan. Короче, baquvvat ekan. Mendaqa bolani 100 tasi ham sindira olmaydi. Darvozamiz ochilib yopilishlari. Mana. Ochilib yop. Oho. Bemalolda. Ha, bemalol. Mana bu ruchka ham boshqacha emas. Sentr zamoyi ham ichida qurilmagan holatda profil ichidan ketadi, TVga pastga tortadi shu holatda. Buni burayman mana. Buni buraganimda pastga TVga yotadi, yopadi. Qarang mana. Mana chiqdi. Shu holatda bo'ladi. Gap yo'q usta aka. Gap yo'q. Endi nima desam, bahona hammasini qadrdonlar o'zingizlar berasizlar. Chunki bizni bu videoni chiqarishimizdan maqsad niyat shuki, mana shunaqa narsalar bor, ham narxi arzon degan ma'noda chiqaramiz-da buni. Tojikistonda ham hamkasblarimiz bor, juda chiroyli darvozalarni qilishadi. Narxlar pashti bir xil. Lekin shu O'zbekistondagidan olaman degan aka-ukalarimiz uchun chiroyli qilib beramiz. Bu bir katta. Sifat kачествоda garantiya bor. Xohlasa ba'dan, xohlasa kim? Albatta. Kim to'g'ri, kim qadar xohlasa olaveradi. Sifatlarga garantiyasini beramiz, xudo xolasa. Yana bitta legenda darvozamiz bor, qo'yganmiz. Yana bormi? Bor, bitta doktor akamizga qo'yib berganmiz. Unga ham ancha pulli qo'yganimizga. Hozir men uni hali hozirgi holatini ko'rmaganman, lekin ishonaman, cho'tki turgan. Chunki sababini qilganmiz. Qachon qo'ygansiz? 6 oy, 5-6 oydan o'tdi. Bitta qo'yuvdik-da. Yangi yildan oldin qo'yuvdik. Qadrdonlar. Keyin tushuntirib beraman. Ketdik, keyingisiga boramiz. Hozir oxirgisini ko'raylik, keyin chiroyli gaplar bor, sekin gaplashamiz. Qadrdonlarim, zerikib qolmadinglarmi? Qaranglar, men sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman. Mana daraxtlarni ko'ryapsizmi? Mana pastga qarab o'sar ekan. Bu nima? Bu Majnun tolmi? Bu kim biladi? Kommentariyaga yozinglar. Keyin men aytib qo'yay, biz Jidaga kelib qoldik o'zi. Oppondan ketdik, Oshavaga bordik, Marhamatga bordik, Dollarga bordik. Oppon, mana hozir Jidadamiz. Usta aka, zerikmadingizmi? Yo, rahmat aka. Gap yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa yana bitta Samarqand Poson darvozamizni mana shu yerga o'rnatganmiz.
2024-yil oxirida o'rnatuvdi. Mana hozir mana o'zim ham ishimni hozir kelib ko'rdim. Ana xizmatlari o'sha Xudo xohlasa chiroyli holatda xizmat qilib turibdi mana. Ochilib yopilishlari. Darvozani gavdasi shunchalik katta bo'lgani bilan ochib ko'rsatib qo'yaman ochilib yopilishlarni. Buni qarang. Voydatu. Bemalol holatda. Bu necha metr bu? Juda katta edi darvozamiz. O'zi to'shni razmeri esimda yo'q. Где-то bir 4,5 ga 5 bo'lsa kerak, 5,5 atrofida edi. Ha, ancha katta. Ancha bo'ldi. O'rnatganimizga. U utepленный bo'lganda, shunchalik holatda. Qaranglar, meni bo'yim mana shunda turibdi, mana. Mana chizib qo'yaman. Meni bo'yim 1,85. Ketdi. Endi o'zingizlar ko'ringlar-chi. Bu ancha-da. Bu 6 metrga necha metr? Yo'q, 5,5-6 metr chiqmaydi. Shunaqa holatda qilib berganmiz. Moshni qilib. Ha, mana hozir mana gullarni ana. Albatta, Samarqand Poson darvozamiz o'ta neobishniy holatda. Bular ham shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turib, o'ka zakaz berganlar ishini. Olib kelib, mana o'rnatib berganmiz, Xudo xolasa. Orqa taraflarni ham ko'rsatib qo'yasizmi, orqa tarafni? Ha, bu taraflarni. Ha. Hozir aytgan shannerlarimni po'chinli shanner dedim-ku. Ha. Po'chinli shannerdan qo'yganmiz. Bunga ham shunchalik og'ir darvozani ham bemalol ko'tarib turadi, Xudo xolasa. Ha, to'xtang, to'ppa-to'g'ri. Bu чересчур og'ir-da. Mana bu. Bu men konkretni aytaman. Darvozani общий og'irligini aytaymi sizga? 1 tonna 470 kg chiqqan. Chunki biz kargo orqali o'tganmiz-ku, bilasiz. Klasteyn 1 tonna 470 chiqadi. Общий kattasining og'irligi. Chunki orqa oldiga mana seli lis bo'silganda, shu holatda orqasi tekis holatda. 1,5 tonna desangiz, albatta 1,5 tonna ekan. Mana o'sha mana почти yarim yil bo'ldi qo'yganimiz zamonaviy ochilib ishlari mana. Bo'yli yosh bola ham ochib. Ya, bemalol Xudo xolasa xizmat qilaydi, Xudo xolasa. Bu yerga keyin mana buni bak o'sha kattasini qo'yib. Bu kattasini qo'yibsizlar bunga. Ha, kattasini qo'yganmiz. Masalan, gavdasiga qarab turib qo'yiladida, masalan, 5 kg ko'taradigan narsaga 15 kg qo'yish kerak. 15 kg ko'taradigan narsaga 30 kg qo'yish kerak. Shunday ko'paytirilsa, qiynalmaydi darvoza ochilib yopilganda, bemalol. Cho'bozlarda nagruska ham tushmaydi, olgan bo'lmaydi. Xudo xolasa. Bu darvozalarimizni haq beraveramiz. Bu darvozalarimiz 1 kvadrat narxi 1,5 ming so'mdan 2200 so'mgacha. Kvadrat. 1 kvadrat. Tushunarli. O'ta legendli darvoza. Bu manalar hammasi qo'l mehnat kesib chiqiladi. Birorta suvarkani izlari yo'q, mana ko'rib turibsiz, hamma joyda cho'tki qilib nolga keltirilgan. Suvarkani izlari yo'q, hamma joylarda mana. Mana buni qanday qilasiz? Bu lis bo'siladi. Sekretlarni aytasizmi, aytmaysiz? Yo'q, bu stenoda bo'siladi, oddiy beshlik narsa. Stenoda bo'siladi. Chiroyli bu. 30 tonna, 40 tonnali steno lis ezib turib shu holatda chiqadi. Qolibda chiqaziladigan narsalar bular. Manalarga ham mana trubalardan quyib turib ishlangan, ideya qilingan, o'zimiz. 2 stenka, qalin stenkasidan qo'ygan trubalarni ham. Uzoqlardan ham ko'rsatib qo'yasizlar, buni shirin qilib turib, shuni o'zini figurasida qilib turib, garajlarga ham qilib berganmiz. Kichkinasini. Bu tarafda, kichkina. Juda ham chiroyli chiqdi bu ham. Bu ham shu metallda ishlab, hammasi shu bir xil. Albatta, shuni o'zi faqat kichikashtirilgan holatda garajlarga qilib berganmiz-da. Tevadan ilishni ham ko'ring, mana shuni o'zi. Juda ham chiroyli. Gap yo'q lekin. Xudo xolasa shunaqa chiroyli darvozalarimiz kerak bo'lsa, Tojikiston ichiga Xudo xolasa kelishuv asosida chiroyli darvozalarni o'rnatib beramiz. Videoda qo'ygan darvozalarimizdan yoqqan bo'lsa, Xudo xolasa yana qilib beramiz. Yana boshqa kerak bo'lsa, rasmlari bor, tashlab beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ishini bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'lsa, aloqachisini chiroyli Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, olib borib o'rnatib beramiz darvozalarni. Uzoq yillar ishlashiga ham garantiya beramiz, Xudo xolasa. Garantiyalar bilan. Albatta, mana ko'rib turibsiz. Darvoza почти yarim yil bo'ldi. Yangi yildan oldin qo'yganman-da. Mana biror joyda jalba yo'q. Egalariga rahmat aytganlar. Mana hozir kelib, mana syomka qildi siz bilan birga. Mana endi kelibdim bu yerga. Mana ham o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bitta biror joyda zanglagan, defekti yo'q. Cho'tki holatda mana xizmatini qilib turibdi. Katta darvoza o'rnatib berganman buni. Mana shu nomerdagi nomerlar biz nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol chiqarasizlar. Nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, zakaz haligi to'g'risida muammo bo'ladigan bo'lsa, Baxtiyor aka bizni taninglar. Baxtiyor aka bizga garantiya beradilar. Kimdir O'zbekistondan kelib, shu
nimadir qilmoqchi bo'lsa ishlari bo'yicha Baxtiyor akaga murojaat qilaveradi. Baxtiyor aka o'zimiz biratan O'zbekistonda ham ko'p yuradi. Ko'p ko'rishamiz, Xudo xolasa ishonchli odamlardan. Bizni ham Baxtiyor aka taniylar. Baxtiyor aka orqali ham bizni bilib olsanglar bo'ladi. Ishlarimizni, sexlarimizni, Xudo xolasa. Alo. Ha, boraman jonim, boraman. Baxtiyor aka, bu yerda nima qilyapsiz aka? Bo'ldi. Sizlarga bir yangilik aytma ekanda. Bo'ldi, yangilik tugadi. Endi keyingi videoda bo'ladi. Bundan ham zo'rlari bo'ladimi aka? Bundan zo'ri bo'lmaydi lekin. Bu video zo'r bo'ldi. Like bosinglar qadrdonlar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Ajonim. Aytdim-u, ashtam. Va ketdim. Boryapman.